Hurmatli do'stlar, 72 yoshli bemorimizda hozir urug' olish amaliyotini amalga oshiryapmiz. Moyak ichidan mikrotezi orqali. Hozir urug'lar topildi, lekin urug'lar harakatsiz. Endi 72 yoshda harakatli urug' topish qiyin juda ham. Bu bemorimiz ham endi xudo xolasa farzandli bo'lishi mumkin agar ayollarida yaxshi follikulyarlar topilsa, xudo xolasa. Bemorimiz hop Shvetsiyami? Shvetsiyadan murojaat qilgan. Shvetsiyalik, O'zbekistonlik emas. Bu bemorimiz shu bizni embriologimiz ishlarini ko'rib ketdi. Bilasizlar, biz juda ham yaxshi embriolog bilan ishlaymiz. O'zbekistonda 3 ta top kuchli embriolog bo'lsa, bittasi bizda. Shuni bemalol ayta olamiz. Xo'p, shu embriologimizni ishlarini ko'rib, o'sha yerdan ketdi O'zbekistonga farzandli bo'lish uchun. Farzandli bo'lish uchun 72 yoshda harakat qilyapti. Agar sizlarda ham muammo bo'lsa, harakat qilinglar. 1-2 yil urinib tashlab qo'ymanglar. Xudo bersa bo'ladi, xudo xohlasa. Kimda muammolar bo'lsa, bepushtlik bo'yicha raqam qoldiramiz, murojaat qilinglar.